Shartim shu. Hozir o'qiyotgan bo'lsangiz ham, to'ydan keyin ishlamaysiz. Farruh aka, keling katta odamlarga o'xshab gaplashaylik. Men yosh qizlarga o'xshab, meni ota-onam shuncha o'qitishdi, shuncha pul sarflashdi deb o'tirmayman. Keling, lutchi sizga asos keltiring. Men baribir fikrimdan qaytmayman. Tasavvur qiling. Bo'lajak ayolingiz farzand dunyoga keltirishlari kerak. Erkak kishining yoniga borasizmi? Yo'q, albatta. Onangizni bellari og'rib qoldi. Massajga borishingiz kerak. Erkak kishiga qildirasizmi? Siningiz ko'ylak tiktirgani bordilar. Razmerlarni erkak kishi o'lchaydimi? Buni o'ylamagan ekanman. Farruh aka, siz ishlatmayman desangiz, boshqasi ishlatmayman desa, bu qanaqa hayot bo'ladi? Opa-singillarimizga kim xizmat ko'rsatadi? Ayrim erkaklar ayol spetsialist talab qilishdan oldin oilasidan ayol spetsialist chiqishni ham o'ylashi kerak. Agar fikringizni o'zgartirsangiz, oyizlarni yana jo'natasiz.